mani qomatimga qiziqib, kirib, negativlar yozib, ya'ni men haqimda har xil gaplar yozayotgan erkaklar aslida ayoli shunaqa qomatda bo'lmagani uchun ham mana shunaqa kommentariy yozishadi. Erkaklar haddan ziyod negativchi bo'lib ketgan. Yo o'ta bekorchimi, qiladigan ishi yo'qmi? Hayratlanasizda. Ayollardan umuman negativ kelgani yo'q shu ish faoliyatim davomida. Faqat erkaklardan negativ keladi. U ekan, qomatingiz bu ekan yoki boshqa kasb tanlamagansizmi? Bu Alloh tomonidan hammaga beriladigan kasb. Ya'ni meni qalb soham, men o'tirib bir joyda kompyuterda o'tirib nimadir ish qilib o'tirish emas. Menda jo'shqinlik, katta energiya bor. Buni ayollarga berishim kerak. O'sha sportda, diyetalarda kimgadir foydam tegyapti. Erkaklarning qiladigan ishi yo'qmikan deyman. Chunki meni o'zim ayol bu vaqtim yo'q. Kimnidir videosini tomosha qilib, tagiga kirib kommentariy yozishga. Hamma erkaklarga bitta gap, meni turmush o'rtog'im bor, hurmat qiladigan, sevadigan, bir-birimizni yaxshi ko'radigan. Hayotimda boshqa hech qanaqa unaqa narsaga xohisham yo'q. Hech kim menga kerak emas, qiziq emas. Erkaklar o'zini sal yig'ishtirib olsa, erkakligini his qilib bu hayotda o'zini o'rnini topishga, boshqa ishlarga vaqtini sarflasin. Kimnidir ayol kishini bitta ayol kishi yuritadigan profil, bu ayollar uchun yuritiladigan profil. Kirib olib, kimnidir qomatini yoki nimasini muhokama qiladigan joy emas. Yoki erkaklarning mana shunaqa negativiga balkim ayollarida aynan shu qomat bo'lmasligimi yoki o'shanga pulini to'lab qo'ysin, xotini uchun zalga yuborsin, diyetasiga to'lab qo'ysin, o'sha xotini ham eng chiroyli qomatda bo'ladi. Aslida ayolni chiroyli yurishi, chiroyli qomatda bo'lishi aytadi-yu, ayollarga pul kerak. Ha, chiroyli bo'lish uchun aslida ham pul kerak. U quruq gap bilan faqat mehnatga tiqib qo'yib hech narsaga erishtirish iloji yo'q.